Assalomu alaykum, qalaysiz yaxshilar? Rosa och qolib ketdim. Yangi piyoz chiqqan hozir. Mazza. Qo'lim to'zadi. Qo'lim bilan yashashni ko'raman. Bu videoni qo'ysam negativchilar rosa ko'payib ketadi. Lekin hozir shu negativchilar bilan boyda. G'iybatchilar bilan. Azimdan g'iybat qilayotganlar bilan. Kecha 2 bukilib salom bergan odam bugun salom bermayapti. Orada mana salom berishga zo'rmanmi? Bu narsa ko'p boshimdan o'tdi. Hozir hayot davom etadi. Yashash kerak. Yashashim uchun ovqat yeyman. Mazza. Yaxshi. Oh. Cah. Ovqat boshlashdan oldin bismillah deb boshladim. Keyin bir o'chirdim, yana yoqdim. Agar bismillah demagan bo'lsam, demading deb yana negativ yozmanglar menga. Chunki bundan oldingi videoda bismillah degandim. Bilaman mana.
Shunaqana ba'zi payt komediya kanallarga ko'rgim kelib qoladi. Xafa bo'lganlarni. Kayfiyatini ko'taradi ya, qanaqadir. Yig'latadigan kino ko'rgim kelmaydi. Bitimlar, Pelin nima ekan? Komediyaroq kino bo'lsa ko'rsam. Barchasi muhabbat tufayli. Ko'rganman nima ekan. Karisi ovqatdan aka. Ko'rgich qilib salatcha qo'yib oladi. Ozgina yo'q, uni ko'pala qo'ymaydi bizga o'xshab. Bizga u tuymas to'lin. Ko'pala yeyimiz keladi. Oldim. Kuyovimizga gap yo'q lekin to'yga bir necha kun qoldi. Taklifnoma esa endi tarqatildi. Mas'uliyatsiz yigit ekan, hech nima yigit yo'q. Haqiqatga bo'ldi. Shuni o'zi kifoya. Nega samoqqa? Albatta. Qamoq ko'raylikchi. O'qiyman. Evleniyoruz. Turmush quryapmiz. Ertalab bitta tabletka sergap, peshinda bitta tabletka hurmat. Kechasi esa bitta tabletka romantizm qabul qilishga qildik. Birinchi kunimizda sizni ham ko'rishni istardik. Tentak. Bunaqa taklifnomani faqat ilk yilgina tanlashi mumkin. Tushunmadim, to'yni qisqamoq qilyaptimi? Singlimiz qarziga olib ketdi. Belgini topdi demay, sizga hech bo'lmasa nikoh qilib beradigan kuyovingiz borku? Rahmat.